Assalomu alaykum biologiya ixlosmandlari. Bugun so'nggi generativ organ urug' haqida gaplashib o'tamiz. Demak, urug' nima? Urug' bu urug'li o'simliklarning ko'payish organi hisoblanadi. O'tgan darsda mevani tanishib o'tgan edik. Mevaning ichida urug' joylashgan edi. O'zi mevaning vazifasi nima? Mevaning vazifasi aynan mana shu urug'ni himoya qilish va uni tarqalishi uchun xizmat qilishdan iborat edi. Bugun esa urug'ni ayni o'zini tuzilishini ko'rib chiqsak. Demak, urug'ni tashqi tomondan qoplab turadigan posti bo'ladi, bu urug' posti hisoblanadi. Keyin murtak bo'ladi va oxirgisi endosperm mavjud. Demak, 3 ta mana shu qismlardan iborat ekan. Bu post, murtak hamda endosperm. Murtakda nima bo'ladi desak, murtakda boshlang'ich ildizcha bo'ladi, poyachi bo'ladi, kurtakcha bo'ladi va yopiq urug'li o'simliklar urug'ida urug' palla ham bo'ladi. Urug' pallalarning soniga ko'ra yopiq urug'li o'simliklar 1 urug' pallali va 2 urug' pallali o'simliklarga bo'linadi. Ana endi urug'ni posti himoya qilish vazifasini bajaradi. Ya'ni urug' ichidagi aynan murtak endospermni himoya qilishni urug' posti bajaradi. Va natijada aynan o'sha biz urug'dan ko'ramiz, ildiz o'sib chiqadi, poya o'sib chiqadi. O'sha nimaning hisobiga desak, mana shu murtakda joylashgan ildizcha, poyacha hisobiga. O'sha ildiz chiqadi, boshlang'ich ildizdan boyagi asosiy ildizcha o'sib chiqadi, poyachadan poya o'sib chiqadi. Xo'p, aynan mana shu ildizcha, poyachalarning o'sishi uchun energiya kerak. O'sha energiya endosperm va urug' pallalarda to'plangan organik modda hisobiga amalga oshadi. Ya'ni unayotgan urug' uchun energiya vazifasini bajaradi deyapmiz. Qanday bajaradi? Aynan mana shu endospermda va urug' pallada organik modda saqlanadi. Va aynan o'sha saqlangan organik modda hisobiga boyagi energiya hosil bo'ladi. Energiya hisobiga esa murtakdagi ildizcha, poyachalar o'sib chiqadi. Mana bu yerda aynan urug' palla soniga qarab 1 va 2 urug' pallali o'simliklarning rasmi keltirilgan. Urug' rasmi. Demak, ikkovida ham tashqi tomondan post qoplab turibdi va himoya qilib turibdi. Ikkovida ham endosperm bor. Mana bunda ham endosperm bor. Bunda ham endosperm bor. Va endi murtagida. Ikkovini ham murtagida ildizchasi bo'ladi, poyacha bo'ladi, kurtakcha bo'ladi va bir urug' pallalilarda bittagina urug' palla bo'ladi, 2 urug' pallalilarda 2 urug' palla bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin, bitta, ikkita urug' pallasi bo'ladi. Urug' pallalardagi va endospermdagi organik modda hisobiga hosil bo'lgan energiya hisobiga boyagi ildizcha, poyachalar o'sib chiqadi. Bu menimcha tushunarli bo'ldi. Buni tasavvur qiling. Biz urug'ni ekdik deylik yerga. Suvni quyamiz, to'g'rimi? Hali unda barg yo'q, fotosintez qilay desa. Prosta tak ekdik. Qaysi energiya hisobiga boyagi ildiz o'sib chiqishi kerak, poya o'sib chiqishi kerak. Albatta mana shu urug' palla va endospermdagi organik modda hisobiga boyagilar o'sib chiqadi va keyinchalik yashil maysa hosil bo'lgandan keyin fotosintezni amalga oshirib boraveradi. Bu haqda nasib bo'lsa, keyingi darslarimizda to'xtalib o'tamiz. Ana endi biz kitobimizda bug'doyning urug'i, ya'ni don haqida va g'o'zaning urug'i, ya'ni chigit haqida ozgina ma'lumot berilgan. Ya'ni bug'doy doni qanday tuzilishga ega? Shakli cho'ziq bo'ladi. Hammamiz ko'rganmiz bug'doyni. Sirti yupqa post bilan qoplangan. Yaxshi. Va bizda aytilyaptiki, qo'shilib o'sgan ikkita qobiqdan iborat. Mana e'tibor bersak, yaxshilab ikkita qobig'i bo'lishi borligini ko'rsak bo'ladi. Tashqi qobiq bu meva qobig'i, uning ostidagi esa bu urug' qobig'i. Aynan meva qobig'i va urug' qobig'i bir-biriga qo'shilib o'sgan. Shunday bo'ladi. Mana bu yoqda esa g'o'zaning chigiti. Buni tuzilishini ko'radigan bo'lsak, demak, buni tashqi tomondan yog'ochsimon qobiq qoplab turadi. Mana yog'ochsimon qobiq. Yog'ochsimon qobiqning ostida esa oq va yupqa post bo'ladi. Bo'ldi. Endi postni tuzilishi haqida ma'lumot edi. Xo'p, undan keyin ikkovida ham murtak bor va ikkovida ham endosperm bor. Va yana bitta narsa, ba'zilar tushunmaydi. Mana bu yoqda qat-qat bo'lib joylashgan 2 urug' pallali murtak deb yozilgan-ku. Ko'pchilik o'ylaydi-da, urug' pallasi qat-qat ekan. Yo'q, unaqa emas. Murtagi qat-qat bo'lib joylashgan murtak. Prosta u ikkita urug' palladan iborat. Bo'ldi. Qat-qat bo'lib joylashgan 2 urug' pallali murtak.
murtak qat-qat bo'lib joylashgan. Prosta ikkita urug' pallasi bor degan ma'noda kelyapti. Tak, menimcha bu tushunarli. Ana endi mana bunga o'tsak. Urug' tarkibida qaysi o'simliklar ko'p miqdorda kraxmal to'playdi? Asosan donli o'simliklar, mana bu yoqda bug'doy, makkajo'xori va boshqa donli o'simlik keltirilgan. Oqsil ko'p to'playdiganlarga loviya, mosh, no'xa. Moyli o'simliklarga yong'oq, bodom, o'rik, shaftoli, yer yong'oqning mag'zida, kungaboqar pistasi va g'o'za chigitida ko'p miqdorda moy bo'ladi. Ana endi efir moylar saqlaydiganlar, bunga zira va shvedni kirgizishimiz mumkin. Anda ayrim o'simliklar o'zida zaharli modda saqlaydi, bularga mastak, achchiq bodom, shaftoli va kampir choponni kirgizsak bo'ladi. Demak, urug'ning tuzilishi aynan shunday ko'rinishda edi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.